Inson hamma sirlarini ham atrofidagilarga aytish kerak emas. Jaloliddin Rumiyni shunday gaplari bor. Qalb quvvati insonni orzu umidlaridan. Bunaqa odamlar sizni asta-sekinlik bilan ekkan nihollaringizni payhon qilishni boshlaydi. Boshqalar bilan bo'lishdan ehtiyot bo'lish kerak, chunki boshqalar unga chang solishi mumkin. Nima uchun men orqaga ketyapman? Nima uchun meni hayotimda hech narsa o'xshamayapti? Oylabsiz qilib yuraman, haftalabsiz qilib yuraman, ta'sirchan bo'lib qolganman, yig'lagim keladi. Eng tushkunlikka tushadigan nuqtaning boshlanishi mana shu holat hisoblanadi. Va bu sizni o'zingizga bo'lgan potensialingizni asta-sekinlik bilan tushirishni boshlaydi. O'ziga ishonchsizlik dastlab mana shu nuqtadan boshlanadi. Qoziqqa qoqib, mahkam bog'lab, xavfsiz joyga qo'ying-da, ana undan keyin Allohga tavakkal qiling. Orzuligicha qolib ketmasligi uchun qo'yib yuborishni o'rganish kerak. Sadriddin Salim Buxoriydan: illat izlaganga illatdir dunyo. G'urbat izlaganga g'urbatdir dunyo. Kim neni izlasa topar, begumon hikmat izlaganga hikmatdir dunyo. Assalomu alaykum azizlarim, qadrdonlarim. Sizlar bilan yangi bitta loyihani boshlamoqchiman va o'ylaymanki, bu boshlanayotgan Intellekt nomli loyiham siz uchun foydali bo'ladi. Chunki bu haqida ancha vaqtdan beri o'ylab yurdim va buni amalga oshirishga qaror qildim. Bugun sizlar bilan shunday bir mavzu haqida gaplashmoqchiman. Bu mavzu o'ylaymanki, ko'pchilikni qiziqtiradi. Qalb quvvati. Insonni qalbini quvvati nimaga bog'liq? Hech o'ylab ko'rganmisiz? Inson agar telefoni zaryadsiz boshlasa, biz uni quvvatgichga qo'yamiz. Agar insonni tanasi kuchsizlashishni boshlasa, inson tamaddi qiladi, ya'ni ovqatlanadi. Agar qaqrashni, ya'ni chanqashni boshlasak, suv ichishni boshlaymiz. Lekin insonni qalbi kuchsizlanishni boshlasa-chi, unda inson qalbni quvvatini nimadan oladi? Qalb quvvati insonni orzu umidlaridan energiya oladi, ya'ni quvvat oladi. Inson ruhi nimadan quvvat oladi? Inson ruhi esa ibodatdan, ya'ni Alloh bilan muloqotdan quvvat olishni boshlaydi. Bugun sizlar bilan suhbatlashmoqchi bo'lganim aynan qalb quvvati haqida. Agar insonning qalbi quvvatsizlanishni, ya'ni orzu umidlari so'nishni boshlasa, nima bo'lishni boshlaydi? Jaloliddin Rumiyni shunday gaplari bor. Hech qachon mahzun bo'lmang. Qalb qayg'uga botsa, o'zi bilan o'zi ovora bo'lishni boshlasa, insonning orzu umidlari so'na boshlaydi deydi. Haqiqatdan ham inson qanchalik qayg'uga botgani sari uni orzu umidlari so'na boshlaydi. Orzu umid o'zi nima? Orzu umidni men shunga o'xshatamanki, bu xuddi niholga o'xshaydi. Niholni ko'z oldingizga keltirganmisiz? Maysa endi unib chiqayotgan kichkinagina maysa. Dastlab orzu yoki umid insonni qalbida xuddi mana shunday kichik bir maysa kabi unishni boshlaydi. Lekin bu maysa ba'zan dovulli fikrlar, negativ fikrlar, bo'ronlar qarshisida har tomonga tebrana boshlaydi. Va mana shu tebranishlarni oqibatida insonni orzusi, umidi, maysasi so'nib qolishi yoki sinib qolishi mumkin. Inson bu umidni va orzuni o'ta ehtiyotkorlik bilan avaylash kerak. Ko'pincha biz o'zimizni umidlarimiz yoki orzularimiz haqida atrofimizdagilarga aytishga harakat qilamiz. Inson hamma sirlarini ham atrofidagilarga aytish kerak emas. Aynan sizni yoningizdagi insonlar, ya'ni suhbatdoshlaringizga juda ko'p narsa bog'liq. Odam insonlar bilan gaplashayotganda o'ta ehtiyot bo'lish kerak. Ya'ni men kim bilan gaplashyapman? Qanaqa inson bilan gaplashyapman? Uning suhbatidan men qanday foyda olyapman? O'zimni qanaqa his etyapman? Mana shu savolni inson berish kerak.
Ba'zi insonlar bor, hayotda juda ko'p qiyinchiliklar ko'rgan va ularda qiyinchilikdan chiqib keta olmaslik holatlari bo'lgani uchun biz bunday insonlarni alamzada yoki xafa insonlar, hayotga nisbatan bir qanaqadir o'zini prinsiplari bor, bir qat'iyat bilan deylik, o'sha o'zini bir qaysarligi bilan ko'rinish holatlarini kuzatamiz. Bunaqa insonlarga agar siz o'zingizdan orzu yoki umidlaringizni aytishni boshlasangiz, ya'ni patologik fikrlaydigan odamlar deb ham yuritishimiz mumkin buni. Bunaqa odamlar sizni asta-sekinlik bilan ekkan nihollaringizni payhon qilishni boshlaydi. Chunki o'zlarinikini ham kimdir payhon qilgan va ular ham saqlab qola olmagan va siznikini ham saqlab qolishmaydi. Lekin shunday insonlar bor. Ular nihollarni daraxt holiga olib kelgunicha asrab avaylashadi. Inson o'z umidini daraxt holiga keltirguncha, ildizi baquvvat bo'lmagunicha boshqalar bilan bo'lishdan ehtiyot bo'lish kerak. Chunki boshqalar unga chang solishi mumkin. Shunday bir gap borda, Sadriddin Salim Buxoriydan: illat izlaganga illatdir dunyo. G'urbat izlaganga g'urbatdir dunyo. Kim neni izlasa topar, begumon hikmat izlaganga hikmatdir dunyo. Mana shu to'rtlikka diqqat bilan qaraydigan bo'lsak, inson hayotda doim nimanidir izlaydi. Kimdir illat izlaydi va albatta u o'sha illatni izlab topadi. Kimdir esa g'urbat izlaydi. Ya'ni hamma narsa joyida bo'lsa-da, lekin hayotidan nolish yoki qanoatsizlik holatida doim nimanidir g'urbatini izlab o'z boshiga qanaqadir bir holatni olib keladi. Agar inson hayotdan hikmat izlasa, u nimagadir erishishi mumkin. Insonni atrofidagi odamlar bu ular bilan bo'ladigan suhbati mana shu uni yo illatga yetaklaydi, yo g'urbatga yetaklaydi, yo hikmatga yetaklaydi. O'zingizga savol bering. Kun davomida sizni miyangiz qanday ma'lumotlar bilan band? Inson qanchalik biror narsa haqida ko'p o'ylashni boshlasa, asta-sekinlik bilan mana shu o'ylovlarini mahsuliga aylanishni boshlaydi. Bu shunaqa ko'rinishda bo'ladiki, siz asta-sekin orzu qilmay qo'yasiz va umidingiz so'nishni boshlaydi. Inson hech narsani orzu qilmay qo'ysa qanaqa holga keladi? Inson shunday holatga keladiki, hayotda tushkun, qayg'uga botgan, siqilgan, energiyasini yo'qotgan, quvvatini yo'qotgan, kuchini yo'qotgan holatga keladi. Agar inson deylik bir kun tushkunlikka tushsa, bir haftalik ishini orqaga surib yuboradi. Agar bir hafta tushkunlikda yursa, u bir oylik ishini orqaga surib yuboradi. Agar inson bir oy tushkunlikda yursa-chi, unda u bir yillik ishini orqaga surib yuboradi. Asta-sekinlik bilan qarabsizki, inson hayotda orqaga ketishni boshlaydi. Va inson o'ziga savol beradi. Nima uchun men orqaga ketyapman? Nima uchun meni hayotimda hech narsa o'xshamayapti? Nima uchun men intilganim sari, orzu qilganim sari tez-tez ko'nglimga tushkunlik bo'lishni boshlayapti? Auditoriyadan ba'zida menga shunaqa savollar juda ham ko'p keladi. Men tez-tez tushkunlikka tushib qolaman. Kayfiyatimni hech narsa ko'tara olmaydi. Oylab siqilib yuraman, haftalab siqilib yuraman, ta'sirchan bo'lib qolganman, yig'lagim keladi degan bir suhbatlarni eshitaman-da. Va shu narsalarni tahlil qilganimda men shu narsani topdimki, odamlarni gapirayotgan gapi va atrofimizdagilar bilan suhbatimiz bizni aynan mana shu tushkun holatga olib kelar ekan. Masalan, oddiygina misol keltiraman. Deylik, siz kimgadir o'zingizni qaysidir bir rejangiz haqida, amalga oshirmoqchi bo'lgan bir maqsadingiz haqida aytdingiz. Men shunaqa qilmoqchiman dedingiz. Va sizni eshitib turgan insoningiz, balkim yaqin insoningiz sizni eshitdi va sizni oqlamadi, tasdiqlamadi. Xo'p, nima bo'ladi? Va bu yerda sizni qo'lingizdan kelmaslik holati haqida gapirishni boshlaydi. Insonni o'zi haqidagi hikoyasi qanday bo'lsa, inson hayotini xuddi shunday muallifiga aylanadi. Biz o'zimiz haqimizdagi hikoyalarni atrofimizdagilarni suhbatidan yaratishni boshlaymiz. Ya'ni atrofimizdagi olam bizni o'zimiz haqimizdagi hikoyalarni yaratishga yordam beradi. Men uddalay olmayman, eplay olmayman, qo'limdan kelmaydi degan fikrga inson asta-sekin kelib qolishni boshlaydi. Eng tushkunlikka tushadigan nuqtaning boshlanishi mana shu holat hisoblanadi.
Inson, masalan, ko'pchilik aytadi, men oldin boshqacha edim, keyin o'zgardim. Avvalgi holatimga qaytishni xohlayman. Nimagadir qayta olmayapman. Oldin ko'p narsani qila olardim, ko'p narsaga qurbim yetar edi, lekin negadir hozir unday emas. Hozir o'zimga bo'lgan ishonchim pasayib ketgan. O'zimga bo'lgan, deylik, o'sha o'zimni qadrimni bilmay qolganman yoki hurmatimni bilmayman yoki o'zimni bir bahoyimni bilmayman. Nima uchun shunaqa holat bo'ladi? Bundan chiqishim uchun nima qilishim kerak? Birinchi qadam bundan chiqish uchun avvalambor inson sukut saqlashni, hammaga ham o'z fikrlarini ochiq aytmaslikni, ya'ni sirlarini aytmaslikni o'rganish kerak. Ya'ni siz suhbatlashayotganingizda oldingizda odamni tanlashingiz kerak. Kimga gapiryapman? Qanaqa inson bilan suhbatlashyapman? Bu nima deyapti o'zi menga? Va uning gapi qanchalik meni miyamda aylanyapti? Biz kundalik jarayonda e'tibor bermaymiz, lekin ularning fikri haqiqat ko'rinishida bizni miyamizda aylanadi. Ko'pincha inson bunaqa holatda begona insonlardan emas, aynan yaqin insonlardan zarba oladi. Chunki yaqin odamlaringiz sizni qandayligingizni yaxshi biladi va sizni jarohatlaringiz, sizni hamma bosib o'tgan yo'llaringizdan ular xabardor va ular sizni nimaga qodir yoki nimaga qodir emasligingiz haqida ochiqcha fikrlashadi. Va bu sizni o'zingizga bo'lgan potensialingizni asta-sekinlik bilan tushirishni boshlaydi. Shuning uchun odam biror bir ishni boshlaganda eng avvalo bu haqida hech kimga bo'lishmay turgani ma'qul, toki o'sha ish bo'lguniga qadar. Baxt tinchlikni sevadi. Inson qanchalik xursand bo'lishni, hayotdan mamnun bo'lishni boshlasa, demak u shu qadar tinchligini saqlab borishi kerak. Qanchalik bu haqida ovoza qilishni boshlasa, shunchalik uni atrofda muammolar kutib turgan bo'ladi. Siz bir narsani to'g'ri tushunishingiz kerak. Nahotki biz atrofimizdagilar bilan yaxshi kayfiyatlarimizni bo'lisha olmasak, nahotki biz ichimizdagilarni hech kimga ayta olmasak, unda nima qilishimiz kerak? Ayting. Faqat ularni ham kayfiyati yaxshi bo'lganda yoki kayfiyati yaxshi insonlarga aytish kerak bo'ladi. Lekin biz ko'pincha suhbatdoshni noto'g'ri tanlab qo'yishimiz mumkin. Ya'ni darg'azab, alamzada odamga aytadigan bo'lsak, u bizni asta-sekinlik bilan manipulyatsiya holatiga olib kelib, bizni qila olmasligimizga yoki bo'lmasam xato o'ylayapsan, kalta o'ylayapsan, bu narsalarni eplay olmaysan, sen nimalar haqida gapiryapsan, sen bu tomonini o'ylab ko'rdingmi yoki u tomonini o'ylab ko'rdingmi degan ko'rinishda sizni o'zingizga bo'lgan ishonchingizni yoki o'sha umidingizni so'ndirib qo'yishi mumkin. Va mana shunday holatda odamni ichida o'sha uzilish boshlanadi. Ya'ni o'ziga ishonchsizlik dastlab mana shu nuqtadan boshlanadi. Demak, men uddalay olmayman. Demak, meni qo'limdan kelmaydi. Bilasizmi? Odam biror bir ishni boshlamasdan oldin o'zi haqida bunday deyishga haqqi yo'q. Chunki siz hali bu ishni boshlab ko'rganingiz yo'q. Boshlab ko'rmasingizdan turib, qanchalik inson o'zi haqida men aniq bilaman bu narsani qila olmayman deyishi mumkin. Har bir jarayon urinib ko'rishdan boshlanadi. Shuning uchun inson doimo bu narsaga urinib ko'rishi kerak bo'ladi. Harakat qilish kerak bo'ladi. Harakatda ham bir narsani albatta e'tiborga olish kerak. Ko'pchilik harakat tushunchasini biroz noto'g'ri tushunadi. Ya'ni tavakkal so'zi bilan harakat so'zini ajratib olish kerak bo'ladi. Men tavakkal qildim, harakat ham qildim, tavakkal ham qildim degan gaplarni eshitamiz. Tavakkal qilish o'zi nima degani? Nima degani tavakkal qilish? Tavakkal qilish bu shunaqa ko'rinishdaki, bir kuni bir inson Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan so'rabdi. Men sahroga tuyamni qo'ydim va Allohga tavakkal qildim. Shunday qilsam bo'ladimi deb so'rasa, u kishi shunday javob beribdilar. Tuyani qoziqqa qoqib, mahkam bog'lab, xavfsiz joyga qo'ying-da, ana undan keyin Allohga tavakkal qiling deb javob bergan ekanlar. Bu nima degani? Siz har bir ishni oxirigacha qilib, oxirigacha mana men bir ishni boshladim, uni har bir tomonini qilib ko'rdim va menda hammasi joyida bo'ldi. Men qo'limdan kelgan hamma ishni men qilishim mumkin bo'lgangacha, qurbim yetgunga qadar hamma jarayonni qilib bo'ldim. Endi natijasini tavakkalga qo'yaman. Lekin biz ishni o'zini tavakkalga qo'yamiz, harakat qilmasdan turib. Aslida ish harakatingiz bilan amalga oshadi, lekin uning natijasigina tavakkalga qo'yiladi.
ba'zida inson mana shu narsada biroz sabri yetmaydi, qanaqa bo'ladi, qachon bo'ladi, nima qiladi, mana shu jarayonni tavakkalga qo'yishga qiynaladi. Inson ba'zida o'sha holatlarda qo'yib yuborishni o'rganish kerak. Orzuligicha qolib ketmasligi uchun yoki ortiqcha umidvor bo'lmaslik uchun odam bu orzuni maqsadga aylantirish uchun o'zini ketma-ket harakatlarini tuzib olish kerak bo'ladi. Balki bolaligingizda shunaqangi bir ajoyib sohalarni egallashni va yoki boshqa bir ko'pgina g'oyalarni amalga oshirishni xohlagandirsiz, lekin hozirda ayni paytda sizga nisbatan bu narsalar to'xtab qolgan bo'lishi mumkin. Bolaligimda ko'p narsalarni o'ylardim, lekin hozir bu narsani o'ylamayman deyishingiz mumkin. Lekin mana shu o'rinda bir gapni aytmoqchimanki, inson doimo harakatni o'sha orzularini ustida ish olib borish kerak. Men o'zi filologman va filologiyada o'sha fransuz va ingliz tili yo'nalishlari filologiyasida qariyb 10 yilcha ishladim. 10 yilcha vaqtim ketdi. Dastlab litseyda o'qidim, keyin universitetda tahsil oldim 4 yil, keyin magistraturani tugatdim, keyin yana universitetda ishladim. Lekin doim psixologiyaga bo'lgan qiziqishim meni tortib turar edi. Va notiqlik ham xuddi shunaqa ko'rinishda edi. Notiqlik mavzusi meni qiziqtirganning eng katta sababi menda bolaligimdan o'sha davralarga chiqib o'sha boshlovchilik qilishni yaxshi ko'rar edim. Menga auditoriya bo'lsa bo'ldi, ular bilan suhbatlashsam bo'ldi der edim. Lekin men hech qachon psixolog yoki orator bo'lish haqida o'shanda o'ylab ko'rmagan edim. Men o'qituvchi bo'laman, filolog bo'laman derdim. Filologiyani tugatdim. Lekin qiziqishlarimni ortidan quvishni to'xtatmadim. Va shu narsani keyin tushundimki, kasb insonni tanlar ekan. Inson kasbni tanlamas ekan. Va keyin men bu sohaga kirib keldim. Faoliyatim boshlaganimga 5 yil bo'ldi. Endi mana 6-yilga qarab yuryapman. Va shuni aytmoqchimanki, albatta mana shu sohaga kirib kelgunimcha ham juda ko'p to'siqlar bo'lgan. Juda ko'p to'siqlar bo'lgan. Yaqinlarim tomonidan ham to'siqlar bo'lgan. Bu narsada, ya'ni bu sohada meni ko'rishga juda qiynalishgan. Bir narsani aniq eslaymanki, ishimni boshlaganimda shunaqa bir taqiq ham qo'ygan paytim bo'lgan. Iltimos, men boshlab olgunimcha menga aralashmay turinglar. Men o'zimni sinab ko'rmoqchiman. Ya'ni men o'zimdagi orzuni, maysasini shu qadar ehtiyot qilganmanki, uni mana shunday ushlaganman va mana shu holatda olib ketishni xohlaganman. Va mana natijasi ularni hozir juda ham quvontiradi. Ular bundan juda ham mamnun bo'lishadi. Siz o'zingizni, kimligingizni faqat o'zingiz bilasiz. Nimaga qodirligingizni ham faqat o'zingiz bilasiz. Nimani yaxshi uddalay olishingizni ham o'zingiz yaxshi bilasiz. Atrofdagilar sizni ichki potensialingizni to'liq ko'ra olmasligi mumkin. Va ularning siz haqingizda aytayotgan fikrlari bu siz ularga ko'rsatgan tomoningizga qarab. Agar siz ularga to'liq namoyon etilgan bo'lsangiz, ular uni fikrlarini aytishi mumkin. Lekin biz hamisha ham to'liq namoyon etolmaymiz. Chunki to'liq namoyon etolmaganimizning sababi biz hali o'zimizni ichki resurslarimiz bilan to'liq ishlab chiqmagan bo'lamiz. Mana shuning uchun inson doimo o'zini ichki resurslarini ustida, o'zini intellekti ustida, o'zini qiziqishlarini ustida, o'zini o'sha orzularini ustida doimiy ravishda ishlab borish kerak. Hech kim biz uchun yashab bermaydi. Hech kim biz uchun orzu qilmaydi. Hech kim biz uchun baxtli bo'lishga harakat qilmaydi. To'g'ri, yaqinlarimiz bizni yaxshi ko'radi, bizni doim avaylaydi, asraydi, lekin bu degani ular bizni hayotimizda yashaydi degani emas. Baxtsiz bo'lish juda ham oson. Baxtsiz bo'lishni eng oson ko'rinishi bu, siz o'z mas'uliyatingizni va majburiyatingizni kimnidir yelkasiga ortib qo'yasiz. Orzularingizni kimnidir yelkasiga ortib qo'yasiz. Kimnidir orzusini amalga oshirishni boshlaysiz va atrofingizdagilardan o'sha sevgan insoningizmi deylik, siz uchun eng yaqin bo'lgan bir kishiga meni baxtli qilishing uchun meni o'sha orzularimni amalga oshir degan ko'rinishda o'z mas'uliyatimizni kimgadir yuklab qo'yamiz. O'z mas'uliyatini yuklagan odam baxtsizlikka yuz tutadi. Nima uchun? Chunki siz o'zingizda hayotingizda mas'uliyatni bo'yningizga olmaganingizdan keyin qanday qilib boshqalar siz uchun qayg'urishi va yoki yordam berish kerak?
Ba'zida men uchun hech kim hech narsa qilmayapti, menga hech kim yordam bermayapti yoki yaqin insonim meni qo'llab-quvvatlamayapti degan gaplarni eshitamiz. Aslida savol berishimiz kerak. Men o'zimni orzularimni qanchalik hurmat qilaman va qanchalik men o'z orzularim bilan qiziqib o'zimga qanchalik vaqt ajrataman. Mana shu narsani ustida ishlash kerak bo'ladi. Aynan mana shu holatda bir narsani eslatib o'tib ketmoqchi edim. Keyingi podkastimizda sizlar bilan aynan vaqtni taqsimlash, ya'ni balansni ushlash haqida, muvozanatni qo'yish haqida suhbatlashamiz. Agar siz uchun bugungi suhbatimiz qandaydir bir foydali bir ma'lumotga ega bo'lgan bo'lsa va yana qanaqadir savollaringiz bo'lsa, albatta izohlarda savollaringizni yozib qoldiring.